Eridan pul ololmayotgan ayollar uchun lifehack. Shuning uchun bu videoni ochkida olyapman, ayollar ko'zi bilan teshib yormasin deyapman-da. Men bundan bir necha vaqt ilgari ayolni xoyu havasi erni boy qiladimi degan mavzuga izoh bildirib video joylagan edim va tagiga bir ayol bu dunyoni haqiqatini bitib ketibdi. Erimdan pul so'radim, ko'chaga ishlagani chiqib ketaman dedim. Oxiri yaratgandan so'rashni boshladim va xo'jayinim so'ramasam ham pul beradigan bo'ldi degan. Yaratgan egam seni rizqu nasibang meni zimmamda dedi. Bu birinchi haqiqat. Yaratgan egam sizga bu rizqni kimlardir orqali o'tkazib berishni o'zi tanlaydi. Bu ikkinchi haqiqat. U eringiz, u ota-onangiz, u farzandingiz. Uchinchi haqiqat, biz adresdan adashib yashashimizda. Har doim eltuvchilarni ayblab yashaymiz. Men, u, bu, palon, piston, xo'jayingiz, buxgalteringiz kimlardir, bu yaratganni sizga bitgan nasibasini shunchaki sizga dastavka qilib beradigan odamlar. Nimaga siz o'zingiz buyurtma qilgan ovqatni olib kelib bergan dastavshikdan xafa bo'lishingiz kerak? Nimaga sud hukmini ijro qilayotgan MIP xodimlaridan xafa bo'lishingiz kerak? Siz o'zingizning fe'liyatingiz va yaratgan o'rtasidagi munosabatingizda buzilish borligini qachon tushunasiz? Robbingizga qaytganingizda va undan asl so'rashni boshlaganingizda atrofingizda hamma sizga berishni boshlaydi. To'rtinchi haqiqat, psixologga borasiz, unga bunga borasiz, konsultatsiyada aytadi, ayollik jozibangiz bilan ishlang, undoq keling. To'g'ri, jozibadorlik er uchun ziynatlanish amallardan biri. Ma'lum fursat davomida kutganingizni olishingiz mumkin, lekin bardavom bo'lishi yaratgan va siz o'rtangizdagi munosabatda tiklanishiga bog'liq. Aytishingiz mumkin, erim ham undoqda bundoqda. Nafsini gapiga kirib qisi yashaydiganlar ham bor, ammo nafs va qalbni tarbiyat kunandasi kim? Yaratgan egam o'zi tarbiya qilib beradi. Miqdorini ham o'zi belgilab beradi. Men bu videoda erkak bo'lsangiz bering ayolingizga pul, deyishim mumkin, lekin bu vaqtinchalik ta'sir chorasi. Ta'sir qilsa agar, men bu gaplarni sizga yetkazuvchiman xolos. Yetkazuvchidan xafa bo'lmang. Videoning ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ta'minotini qilib turib, men ta'minotini qilyapman deb minnat qilib teshib yoradiganlarga ataladigan video bo'ladi ikkinchisi. Kutib qolinglar. Va emotsiyaga berilgan bo'lsam ayb kelib yurmaysiz. Bilasiz, men oddiy gapira olmayman. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin.